Kuz-qish fasllarida bolalarda eng ko'p uchraydigan lo'r organlari kasalliklari. Bu o'tkir o'rta otit, tuba otit, adenoid vegetatsiyasi, adenoidit, rinit va rinosinusitlar, o'tkir tanzilit, faringit va laringit. Bularning asosiy sabablari o'tkir respirator virusli kasalliklarni uy sharoitida noto'g'ri o'zboshimchalik bilan davolash. Bog'cha va maktablarda bolalarning bir-biri bilan orasida qiladigan muloqoti natijasida infeksiyani tarqalishi. Bolalardagi anatomik tuzilishdagi o'ziga xos xususiyatlar. Uy sharoitida bu kasalliklarni qanday qilib oldini olishingiz mumkin? Birinchisi, kun tartibiga rioya qiling. Ya'ni bolaning uyqu va aktivlik fazalarini to'g'ri tashkillashtiring. Bolangizni havoga mos ravishda kiyintiring. To'g'ri ovqatlantiring. Ko'chadan uyga kirganda yuz-qo'llarni yuving va burunni tuzli suv bilan chaying. Har bir shamollashni oxirigacha davolating. Albatta, shifokor ko'rigi nazorati ostida. Agar shu bergan maslahatlarimga rioya qilsangiz, farzandingizni infeksiya yuqishidan asrab qolasiz.